Uchqunaga yo'l yuzdan Nijloy ijaraga joy chiqqan, biznes qilaman deganlarga mana hozir joyini tushuntiraman. Yunusobod 9-kvartal. Mana bu yog'i Amir Temur Kru bilan mana Yunusobod rezident chorrag'asidan kiyverish 9-10-kvartalga burilasizlar. Mana bu yog'imiz eski Sitor, hozir Korzinka. Shu ikkita yo'lning o'rtasida shu yerda mana ikkita xona, ma'murisi 3 ta xona ijaraga joy chiqqan. Любой biznesga to'g'ri keladi. Hozir ichlarini ko'rsataman. Xo'p, mana Ma'mutimiz kiraverish. Xo'p, endi mana bu yog'imiz ketdi. Mana buni aylanib oling. Xo'p, mana Ma'mutda yana bitta xona qilib ishlatsa bo'ladi. Yuravering, yo'qlarni ko'rsatib turing. Xo'p, mana bu yog'ini ham bitta xona qilib ishlatsa bo'ladi. Bu ham salon, nimadir qilaman deganlarga mana massajmi, salonmi zo'r keladi. Hammasini xonalari bor. Xo'p, hojatxona. Yaxshi holatda turibdi. Xo'p, mana bu yog'imiz yana bitta xona mana. 3 ta odam olib, 4 ta odam olib ishlatsa bo'ladi. Xo'p, bu joyimiz 60 kvadrat, bitta narxi $700 so'rashyapti. Endi kengisini ko'rsataman. Mana ikkinchi joyimiz bu yerda kiraverishlari. Xo'p, bu yoq 45 kvadrat, mana bitta bilan katta zali bor. Bu yerda ham любой biznes qilsanglar bo'ladi. Mana o'zini ichida sanuzuli bor, qo'l yuvadigan joylari bor. Mana bu yerda yana bitta xonasi bor. Bu yog'imizni narxi $500. Xullas, xohlasanglar ikkalasini bittaga qilib olsanglar ham bo'ladi. Yog'i 700, bu yog'i 500. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar, biznesmenlarga jo'natib qo'yinglar.